O'lib ketganingiz yaxshi emasmidi? Izabel, oyim siz emas, Tomi amakini yaxshi ko'rishlariga chidolmayapsiz. Izabel, nega bunday deyapsan? Oyim va Tomi amaki har kuni birga yotishdi. Yetar. Sizlarga qaytish uchun nimalar qilganini bilasanmi? Yo'q. Oldingizga qaytish uchun boshimdan nimalar o'tganini bilasanmi? Yer yutsin seni. Sen nima qilding? La'nati uyimga va bolalarimga nima qilding, Grace? Ukam bilan menga xiyonat qilding. Bunday qilmaganimni bilasan. O'z uyimda ukam bilan menga xiyonat qilding. Biroq qurolingni tashla. Biror muammo bormi? Qurolingni tashla dedim. Tomi, uyga qaytib kel. Otangizni bilaman sen. Yaqinlashma. Urush qahramonisiz sen. Men qahramon emasman. Bo'ldi. Men hech qanaqa qahramon emasman. Qurolni tashla. Nima qilmoqchisan? Menga o'qizasanmi? Sam, qurolni tashla hoziroq. Qani meni osib tashlang. Jin ursin, osib tashlang meni. 1 daqiqa berilsin.